Farruh, telefon qilganda ko'tarib tur. Sen sog'inam bo'lsin. Farruh? Zap kelib qopsan-da. Qolgan uyda gaplashamiz, kelamiz. Bobur xijolat qilyapsan-da. Sal ko'rib xursand bo'ldim, Farruh. Aka, bir daqiqa to'xtatib o'ring mashina. Hozir. Kutib qo'ymadimmi? Ketdi aka. Do'konga kirib chiqdingmi? Ha? Menga gazli suv olmadingmi? Unutma. Olib kelaman. Qo'ya qol, o'zim olib chiqaman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, hozir chiqib ketgan yigit necha pul qarz bo'ldi? Yo'q aka, shart emas, o'zlari beradilar. Aka, aytavering, o'zim o'rtog'im. Menda bo'lmagan payt u ham to'lagan. Xo'p, 580 ming bo'libdi. Mana. Aka, keyin mana buni ham olib qo'ying. Aka, chekda bo'lib turadi, o'zingiz tushunasiz-ku. Bitta gazli suv ham olib beravering. Rahmat. Endi ketdik. Ke, ona. Onajon. Oo. Bolam. Ona, Farruh kelibdi iftorlikka. Farruhjon kelgan edi bolam. Ay bolajonim, o'zim o'rgilaysan-da bo'ylaringdan. Haqiqiy o'rtog'ingda bu, Bobur. Endi xolajon, Boburjon ishlari yaxshi bo'ladi. Ilohim yaxshi bo'lsin. Xudo xolasa, o'zim bilan Toshkentga olib ketaman. Men onajonimni yolg'iz tashlab keta olmayman. Bormading-a? Rosa bir qaysar odam ekansan-da. To'g'risi, Farruh. Onajon bir o'zlari. Otam bo'lganlardan boshqa gap edi. Endi ozgina sinov kelganda vatanimni onam tashlab ketsam to'g'ri bo'lmas. Men qara. Taklifim o'z kuchida. Bir o'ylab ko'r. Sen kutaman. Albatta boraman. Sen ko'rishga. Ha, ikkinchi. Onam senga non berib o'rgandilar. Bitta hidlab ko'r. Bunaqa mehr bilan tayyorlangan shirinliklarni unutib qo'yman to'g'risi. Farruh, telefon qilganda ko'tarib tur. Sen sog'inam bo'lsin. Sog' bo'l.